Assalomu alaykum. Bugun biz menopauzadan keyingi yurak salomatligi haqida gaplashamiz. Avvalo, bu nima uchun muhim ekanini tushunib olaylik. Estrogen xolesterin darajasi, qondagi glyukoza miqdori va yurak salomatligiga ta'sir qiladi. Premenopauza davrida u qon tomirlarini sog'lom saqlaydi, menopauza vaqtida estrogen darajasini pasaytiradi va xolesterin muvozanati o'zgaradi. Natijada yomon xolesterin oshadi va yaxshi xolesterin kamayadi. Ko'pincha qorin sohasida yog' to'planishi ortadi. Bu yallig'lanishni kuchaytirishi va qondagi shakar nazoratiga ta'sir qilishi mumkin. Qon tomirlari qattiqlanishi mumkin. Bu ayrim hollarda arterial bosimining oshishiga olib keladi. Garchi bu o'zgarish menopauza bilan bog'liq bo'lmagan bo'lsa ham. Ushbu barcha o'zgarishlar menopauzadan keyin yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirishi mumkin, biroq bu xavfni kamaytirishga ko'plab usullar mavjud. Yurak salomatligi uchun oddiy qadamlar mavjud. Muntazam jismoniy faollik yurak uchun juda foydalidir. Haftaning aksariyat kunlarida kamida 30 daqiqa davomida o'rtacha jismoniy faollik, masalan, yurish, suzish yoki raqs bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. Uzoq muddat davom ettirish uchun sizga yoqadigan mashg'ulotni tanlang. Yurak uchun foydali bo'lgan ovqatlanishga e'tibor bering. Ratsionda meva, sabzavotlar, butun dog' mahsulotlari va yog'siz oqsil manbalarini ko'p bo'lishi kerak. To'yingan yog'lar, shakar, tuz va yuqori darajada qayta ishlangan mahsulotlarni cheklang. Bu vaznni nazorat qilishda yordam beradi, chunki sog'lom tana massasi indeksini yurak salomatligi uchun juda muhim. Yetarli darajada suv iching. Stressni boshqarish juda muhimdir. Chuqur nafas olish yoki meditatsiya kabi bo'shashish usullarini sinab ko'ring. Qo'llab-quvvatlovchi do'stlar va oila a'zolaringiz bilan aloqada bo'ling va kerak bo'lganda yordam so'rashni tortinmang. Agar hali qilmagan bo'lsangiz, chekishni tashlang va spirtli ichimliklarni haftasiga 14 birlikdan kam iste'mol qilishni ko'rib chiqing. Agar uyqu sifati past bo'lsa, juda ko'p, 9 soatdan ortiq yoki juda kam 6 soatdan kam uxlansa, yurak kasalliklari rivojlanish xavfi ortadi. Yurak salomatligi uchun sog'lom uyqu rejimini saqlash muhimdir.